Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar? Bu vaziyatni bir tushuntirsak edim. Mashinniklar chiqibdi. Shunda endi Iroqdan beri bor ekandan bular. Bu Anvar Kushnazarov degan inson qarindoshim Xalovatjon bo'ladidan. Shu insonning rasmlarini skachet etib olib, shuning druzyasindagilar odamlarga сообщение yozib, "Men shunday muammom bor, problemam bor" deb pul so'raydi ekanda. Hasan yozib qo'yibdi: "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men so'rashib netdim. Men yaxshi rahmat, o'zing nechiksan?" Ishqilib bizning o'zimiz Xorazm Shivada yoki boshqacha Shiva yozib beradidan qarshi. "Ne desan, ne deyapsan? Moskvadaman" deb yolg'on gapladim. Xudo kechirgaydan. O'zim Yevropa odaman. Hasan shunday deb yozishadi ekanda, "Muammom bor ina, 4000 rubl kerak. Iltimos berib tur, militsiya tutdi meni" deb. Hasan bu profilning egasi o'zini chiqdim, o'zining odnoklassniki boradi-da. Qarasam bunda druz yo'q ekan, o'zining avvalgi odnoklassnikiga chiqdimdan gaplashdim, so'radim. Yo'q, shunday jo'ramoqdan, nelardan pul so'rab, net o'tiribdi ekan, kim ekanligini bilmadim deb, ulam qisini o'tiribdi ekan. Hasan pul kerak degandan keyin, "Yaxshi, beraman pul. Tashiman yaxshi, shu bilan ishingiz bitsa bo'ldi" deb netdimdan, yana karta nomeri bu insonning. Karta nomerini tashatdimdan, karta nomerini rasmga tushirib, bu Anvar Kushnazarov qarindoshimga tashadim. Shu 3 kartaga bir 4 rubl tashabering, 4 rubl deb yozib berdimdan. Tashadim, bu inson ham yana qarang. Qisqali, tezlashtiring, demundi deb qisqartib turibdi-da. Tushtimang dedimdan, men bundan burun bir rasm tashadim, bir yamarroq rasm tashadim. Endi mashinaga keligini bildim axir. Hasan o'chirib tashadim uni. Hasan yana 4 rubl tashatdim. Kim ekan bu deb bildik, yana odi chiqib turibdi yana. O'sha inson odi O'tslasi Abdusamad o'g'li. O'sha inson yana mashinachilik etib, odamlarning rasmini olib, odnoklassnikidagi rasmlarni olib, odnoklassnik ochib, ishg'ol etib turibdi-da yana. O'zini aytdim, "Noto'g'ri aytib turibsan" deb. Keyin yana chiqdi bu yana endi. Bu pastdagi inson ukam bo'ladi, Surajbek. Umarjon Mirzayev deb сообщение yozib o'tiribdi yana, qarang. "Assalomu alaykum, ishlar yaxshimi?" Yana shu maqsad davom etib turibdi. Keyin shunday deb yozib berdim men javob etib. Alloh jazosini bersin bularning. Ehtiyot bo'linglar.